va bu o'z-o'zidan bepushtlikka olib keladi. Varikoselli kasalligi bu chovyarg'oq venalarini kengayishi, ya'ni moyak sohasidagi venalar kengayishi hisoblanadi. Bu asosan o'smir yoshdagi 15 yoshdan toki 25 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq uchraydi. Asosiy kelib chiqish sabablari vena qon tomir ichidagi klapanlar yetishmovchiligi, qon tomirlaridagi devoridagi buzilishlar, undan tashqari qorin ichki bosimining ortib ketishi hamda porno kinolarni ko'p ko'rish oqibatida ham paydo bo'ladi. Agar e'tiborsiz qoldiriladigan bo'lsa, bu quyidagi oqibatlarga olib keladi. Birinchisi bu tuxum o'lchamlarining kichrayishi, ya'ni atrofiyasi. Ikkinchisi og'ir jismoniy mehnat paytidagi chov sohasidagi og'riqlar hamda eng asosiysi spermogramma analizida aktiv foizlarini past bo'lishi va bu o'z-o'zidan bepushtlikka olib keladi. Davo usuli hozirgi kunda zolotoy standart bo'yicha marmar usulida jarrohlik amaliyoti qilinadi. Asoratlari kamroq bo'ladi. Bundan tashqari operatsiya davomiyligi juda ham kam. Jarrohlik amaliyotidan keyin 2-3 soatdan keyin bemorimizga bemalol uyga javob berishimiz mumkin. 3 kundan keyin aktiv hayot tarzida yashasa bo'ladi.